Angliyadagi Hobbs kompaniyasidan mavsumiy ish uchun arizalar qabul qilinish boshlandi. Keling buni birga to'ldiramiz. Bu yerda siz birinchi sahifada ko'rib turganingizdek maxfiylik siyosatini qabul qilishingiz kerak bo'ladi. U uchun krugli galochkani bosib, следующий tugmasini bosamiz. Keyingi ilovada Hobbs kompaniyasi Buyuk Britaniyada mavsumiy ish dasturida ishlash butunlay bepulligini aytyapti. Buni o'qib bo'lganimizdan keyin bunga ham следующий tugmasini bosamiz. Keyingi etapda biz ismimiz, familiyamiz xuddi zagran pasportdagidek yozamiz. Elektron pochtamizni yozamiz, telefon raqamimizni yozamiz. Plus qo'ymasdan 998 qilib. Data rождения, то есть tug'ilgan kun, oy, yilni yozamiz. Oblast проживания, yashab turgan yoki tug'ilgan joyingizni ko'rsatasiz. Pol, то есть jinsingiz, undan keyin sizda заграничный, у вас есть паспорт deyapti, то есть заграничный pasportingiz bormi degani. Ha tugmasini bosib bo'lsa, zagran pasportni seriya raqamini kirgizamiz. Kimdadir FA, kimdadir FB deb boshlanadi. Kimda agar bo'lmasa, yo'q tugmasini bosamiz. Вы подаете заявку с один супругой или родственником. То есть bu yerda bitta o'zingiz topshiryapsizmi yoki ayolingiz, turmush o'rtog'ingiz, eringiz bilan yoki qarindosh urug'ingiz bilanmi degan joy bor. Kim bilan topshirayotgan bo'lsangiz, shuni tanlab, следующий tugmasini bosasiz. Keyingi sahifamizda bu yerda til darajalarini so'rayapti. То есть rus tilini qay darajada bilasiz? Rus tilini bilasizmi degan joyga da, qay darajada bilasiz? Bazoviy, средний, продвинутый tanlaysiz. Angliskiy bilasizmi? Ha bo'lsa, hani qo'yib, qay darajada bilishingizni to'g'rilab tanlaysiz. Работали ли вы в Великобритании? То есть Angliyada bundan oldin ishlab ko'rganmisiz? Ha bo'lsa, ha tugmasini bosib, qaysi kompaniya orqali ishlaganingizni ko'rsatasiz. Yo'q bo'lsa, yo'q tugmasini bosib, keyingi etapga o'tasiz. То есть имеете ли вы высшее образование? Agarda universitet oliy ta'lim bitirgan bo'lsangiz, ha tugmasini bosasiz, bitirmagan bo'lsangiz, yo'q. Водительские права, то есть pravangiz bo'lsa da, bo'lmasa yo'q. Va oxirgi galochka qo'yadigan joy bu video syomka. O'sha собеседование bo'layotgan paytda video syomka qilishimizga rozimisiz degan joyga ha yoki yo'q tugmasini bosib, зарегистрировать ga bosamiz. Bu yerda Hobbs kompaniyasi bizning pochtamizga tasdiqlovchi link yuboradi. O'shani tasdiqlab yuborsak, shu bilan registratsiya tugaydi.